Mani bolalarim qo'limdan o'pmagan hali. Men bilasizmi, nimalar qilib berganman? Men qanaqa otaman? Men qo'limdan o'pgan emas hali bolam. Bunaqa xursand bo'lib qo'limdan o'pgan emas. Bilmayman buni qo'limdan o'padim yoki yo'qmi. Gap sizni qanchalik pul topishingizda emas. Baxtli bo'lish uchun o'zi aslida juda ham ko'p pul kerak emas. Mana shu video har ko'rganimda ko'zimga yosh keladi. Videoni ko'ringlar, zvuk bilan iltimos qo'yinglar. Dada ishga ketyapsizmi? Ha, ishga ketyapman qizim. Yaxshi ishlab keling, Allohimga omonat. Siz ham Allohimga omonatsiz qizim. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Men ham sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Namozni eslatgan qizim, bomdodga uyg'otgan qizim, joy namozim solib yerga do'ppimni kiydirgan qizim, ro'molim o'ragan qizim, suralar yodlagan qizim, har kuni baxtiyor bo'lib Allohga intilgan qizim.